Assalomu alaykum hammaga do'stlar. do'stlar. Bugun sizlar bilan bitta o'yinni boshlaymiz. Bu yerda MMD'mizlar. MMD'mizdan ichida qaysi birinidir belgilab, biz zaharli deb belgilaymiz. Agar o'shani yeb qo'ygan odam yutqazgan bo'ladi. Biza yutgan odam mukofotiga biza 100 ming so'm pul qo'ydik, oylikkalamiz. O'sha yutgan odam oladi. Xo'sh, shunda biza bitta MMD'miz belgilab qo'yamiz bir-birimizga. Masalan, oyim belgilaganini men yeb qo'ysam, men yutqazaman, oyim yutadilar. Shunaqa qilib videomizni boshlaymiz. Do'stlar, hozir biza kim birinchi boshlashini belgilashimizga zon-zonzikka o'ynab olamiz oyim bilan. Sulifa. Man. Hozir shunda siz teskari qarab turasiz. Ko'z yumib. Endi men sizga olasiz. Bo'ldi. Shunaqa qilib endi boshladik. Hozir zaharli qilib bittasi belgilangan, hozir yutqazib qo'ysak, yutgan odamniki bo'ladi. Siz. Men. Endi sizga olasiz. Endi sizga olasiz. Bitta zaharli tushadi qo'limizga. Qas qo'yamiz. Oling. Bu zaharliydi. Qo'shunda men yutqazdimmi? Albatta. Men belgilaganim qaysi edi bilasizmi? Toping. Yo'q. Bu bo'lsa kerak menimcha. Mashina. O'yinimiz oxirigacha yetmaguncha, yetmasdan turib, uje tugatdik biz. Men yutqazib qo'ydim. Belgilanganini yeb qo'ydim. Endi bu mukofot oyimniki. O'z egasini topdi mukofot. Va, lekin yutqazib qo'yganim. Do'stlar, agar bu videomiz yoqqan bo'lsa, sizlarga like, podpiska, kommentariy yozishni unutmanglar. Yana oyim bilan video tushirishni xohlasanglar, kommentariyada plus belgisini qoldirib ketinglar. Asliga esa xayr, sog' salomat bo'linglar.